Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. AQShning qilgan ishidan so'ng Eron Isroilga yana zarba berdi. Medvedev bir qator davlatlar Eronga yadroviy o'q-dorilar berishga tayyorligini aytdi. AQSh hujum uchun javob olishi kerak, Eron prezidenti. Rossiya tunda Ukraina poytaxtiga hujum qildi, qurbonlar bor. AQSh hujumiga javoban Eron Hormuz bo'g'ozini yopmoqchi. Bu nimani anglatadi? Xitoyda chivindek keladigan harbiy dron ishlab chiqildi. Damashqdagi cherkovda dahshatli terakt sodir etildi. Prostamix barcha erkaklar uchun tavsiya etiladigan energiya manbai bo'lib, Dunyo yangiliklari kanali ushbu mahsulotni 18 yoshdan oshgan erkaklarga tavsiya qiladi. 40 yoshdan keyin esa prostata bezidagi muammolar, shamollash, surunkali prostatit va adenomadan xalos bo'lishda yordam beradi. Turkiyalik urolog Yunus Tur ham bu mahsulotni tavsiya etadi. Sedanachi Muxtor brendidan 50% chegirmaga ega bo'ling. Buyurtma uchun Ellik5 kodi bilan 513 99 99. AQShning qilgan ishidan so'ng Eron Isroilga yana zarba berdi. Eron bugun tongda yana Isroilga ballistik raketalar bilan zarba berdi. Bu haqda Isroil Mudofaa vazirligi xabar berdi. Isroil shimoli va markazida havo hujumi sirenalari yangradi va odamlarga boshpana topishga buyruq berildi. Eron hujumi bir necha to'lqinlarda davom etdi. Isroil mudofaa kuchlari hisob-kitoblariga ko'ra, Erondan jami 20 dan 30 tagacha ballistik raketalar uchirilgan. Magen David Adam milliy tibbiy xizmati ma'lumotlariga ko'ra, qutqaruvchilar butun mamlakat bo'ylab undan ortiq joylarda, jumladan Tel Aviv, Netziona va Hayfa turar joylarida raketa va shrampol zarbalari haqidagi xabarlarni qayd etgan. Kamida 16 kishi jarohatlangan. Eron harbiylari o'z navbatida hujumlar Tel Avivdagi Ben Gurion aeroporti, logistika bazalari va turli ilmiy hamda harbiy markazlarni nishonga olganini da'vo qilmoqda. Hujum AQSh kuchlari bir kechada Eron yadroviy obyektlarga zarba berganidan keyin sodir bo'ldi. Bombalarning to'liq to'plami asosiy maydonga Fordoga tashlangan. 2006-yilda maxfiy ravishda qurilgan va 2012-yilda foydalanishga topshirilgan Fordo Eronning eng xavfsiz yadroviy inshooti edi. U qum yaqinidagi tog' ichida, tosh ostida 90 metr balandlikda joylashgan. Uning havo hujumlariga va hatto bunker busterlarga qarshi turish uchun taxminiy qiymati 1.7 milliard dollargacha bo'lgan summani tashkil qiladi. Strategik maqsad esa uranni yer ostida boyitishni himoya qilish. Eron uchun Fordo shunchaki obyekt emas, bu uning yadroviy ambitsiyalari uchun sug'urta polisi edi. Bu zarba Eronning butun yadroviy dasturi uchun eng og'riqli zarbalardan biridir. Maariv gazetasining da'vo qilishicha, Eron Isroilga 40 ta raketa zarbasi bergan. Medvedev bir qator davlatlar Eronga yadroviy o'q-dorilar berishga tayyorligini aytdi. Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Medvedev AQShning 22-iyun kuni Erondagi 3 ta yadroviy obyektiga qilgan hujumiga munosabat bildirdi. U tinchlikparvar Tramp yangi urush boshlaganini ta'kidladi. Medvedevga ko'ra, aksariyat davlatlar AQSh va Isroilning harakatlariga qarshi. Hujum oqibatida Eron yadro obyekti deyarli shikastlanmagan yoki oz zarar ko'rgan. Yadro materiallarini boyitish, endi ochiq aytish mumkinki, kelajakda yadro qurolini ishlab chiqarish ham davom ettiriladi. Bir qator mamlakatlar Eronga o'zlarining yadroviy o'q-dorilar to'plamini to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berishga tayyor dedi u. Medvedev Isroil hujum ostida ekani, portlashlar yangrab, odamlar vahimaga tushayotganiga e'tibor qaratdi. Siyosatchi AQSh quruqlikdagi operatsiya ehtimoli bilan yangi mojaroga tortilganini ta'kidladi. Eron siyosiy tuzumi saqlanib qoldi, balki kuchaygan ham bo'lishi mumkin. Xalq diniy rahnamo atrofida birlashmoqda, hatto ilgari uni yoqtirmaganlar ham, dedi Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari. U bunday yutuqlar bilan Tramp tinchlik bo'yicha Nobel mukofotini ololmasligini qayd etdi. Yaxshi boshlandi, tabriklayman janob prezident, deya xulosa qildi Medvedev. AQSh hujum uchun javob olishi kerak, Eron prezidenti. AQSh 22-iyun kuni Eronning 3 ta yadroviy obyektiga bergan zarbalari uchun javob olishi kerak. Bu haqda mamlakat prezidenti Masud Pezeshkian fransuz hamkasbi Emmanuel Macron bilan telefon orqali suhbatda ma'lum qildi. Eron prezidenti ta'kidlashicha, tungi hujumlar Amerika tomonining tinch muloqot borasidagi bayonotlari asossizligidan dalolat beradi. AQSh bilan uchrashuvlarda biz ishonch haqida gaplashdik, ammo amalda AQSh boshqacha yo'l tutdi va bizning yadroviy obyektlarimizga hujum qildi. Amerika bizga hujum qildi. Bunday vaziyatga tushib qolganingizda nima
nima qilgan bo'lardingiz? Tabiiyki, ular o'z tajovuzlariga javob olishi kerak, dedi Mazut Pezeshkian. Siyosatchiga ko'ra, avvaliga AQSh vakillari Eron yadro dasturining tinchligini ta'minlashga intilgan va Tehron bu muhokamani olqishlagan. Biroq muzokaralar avj pallasida Washington sionistik rejim bilan to'liq muvofiqlashgan holda harakat qilgan. Biz har doim xalqaro huquq doirasida hamkorlik qilishga va muzokaralar olib borishga tayyorligimizni bildirganmiz. Ammo buning o'rniga boshqa tomon Eron xalqining taslim bo'lishini talab qildi. Bizning xalqimiz hech qachon kuch va qo'rqitishga bo'ysunmaydi. Tabiiyki, tajovuzga mos ravishda javob qaytaradi, deya qo'shimcha qilgan Eron prezidenti. Fransiya prezidenti o'z navbatida Eronni keskinlikni yumshatish va muloqotni tiklashga chaqirgan. Kechagi zarbalardan so'ng men Eronni mazkur xavfli vaziyatda diplomatik yo'llarga qaytish imkonini berish uchun maksimal darajada vazmin bo'lishga chaqirdim. Muloqot Eron yadro qurolidan butunlay voz kechishini aniq kafolatlash yoki butun mintaqa uchun yanada og'irroq oqibatlarga duch kelish xavfi. Bu barcha uchun tinchlik va xavfsizlik olib keladigan yagona yo'l, deya yozdi Makron o'zining X'dagi sahifasida. Rossiya tunda Ukraina poytaxtiga hujum qildi. Qurbonlar bor. Rossiya 23-iyun kuni Ukraina poytaxti Kiyev shahriga hujum qildi. Hodisa oqibatida 3 kishi halok bo'ldi, 13 kishi jarohat oldi. Bu haqda favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlat xizmati xabar berdi. Hujum oqibatida turar joylar, biznes markazi, maktab, metro bekati va boshqa inshootlar zarar ko'rgan. Qurbonlar soni ortishi kutilmoqda. Jami 10 kishi, jumladan 2 nafar bola va homilador ayol qutqarib qolingan. Shaharga qilingan tungi hujum oqibatlarini bartaraf etish ishlari davom etmoqda. Barcha xizmatlar faoliyat yuritmoqda. Ma'lumotlar aniqlanmoqda, deya xabar bergan idora. Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko esa halok bo'lganlar soni oshganini ma'lum qilgan. Eng og'ir talofatlar Shevchikovskiy tumanida kuzatildi. Ko'p qavatli turar joy binosining butun podyezdi vayron bo'lgan. Hozirgi paytda 4 kishi halok bo'lgan. Barchaga tibbiy va psixologik yordam ko'rsatilmoqda. Vayronalarni tozalash ishlari davom etmoqda. Bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, vayronalar ostida hali ham odamlar bor, degan u. Kiyev harbiy ma'muriyat rahbari Timur Tkachenko shahardagi vayronagarchiliklar ko'lami haqida ma'lumot bergan. Unga ko'ra, Solomenskiy tumanida dron qoldiqlarining tushishi oqibatida noturar joy binosining tomi yonib ketgan. 5 ta joyda hujum tufayli zarar qayd etilgan. Svatoshinsky tumanidagi stadion zarar ko'rgan, turar joy binosi yonida yong'in chiqqan va noturar joy binosiga zarar yetgan. Hujum paytida Svatoshinsky metro bekatining chiqish joylaridan biri va unga tutash hudud bekati shikastlangan. Bu yerda 2 kishi jarohat olgan. Ular kasalxonaga yotqizilmasdan joyida yordam ko'rsatilgan, dedi Tkachenko. Dartinskiy tumanida 2 qavatli turar joy binosi shikastlangan. U yerda jabrlanganlar va yong'in qayd etilmagan. AQSh hujumiga javoban Eron Hormuz bo'g'ozini yopmoqchi. Bu nimani anglatadi? Eron Milliy xavfsizlik kengashi global energiya ta'minoti uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan Hormuz bo'g'ozini yopish masalasini muhokama qilmoqda. Bu haqda Al Arabiya xabar berdi. Eron parlamenti bo'g'ozni yopish tashabbusini ma'qullagan, biroq hali yakuniy qaror qabul qilinmagan. Parlament a'zosi va Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi qo'mondoni Ismoil Kasarning so'zlariga ko'ra, bo'g'ozni yopish masalasi kun tartibida va zarurat tug'ilganda bu chora amalga oshiriladi. Hormuz bo'g'ozi Arab ko'rfazini Arab dengizi bilan bog'laydigan tor yo'lak bo'lib, global energiya tranziti uchun eng muhim dengiz yo'llaridan biri hisoblanadi. Dunyo bo'yicha eksport qilinadigan neft va gazning 20% ga yaqini aynan shu bo'g'oz orqali o'tadi. Bo'g'oz Eron va Ummon o'rtasida joylashgan. Ushbu yo'nalishda har qanday uzilish neft narxining keskin oshishiga va allaqachon beqaror bo'lgan mintaqada yanada keskinlik yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin. Hormuz bo'g'ozi uzoq yillardan beri geosiyosiy to'qnashuvlar nuqtasi hisoblanadi. Eron ilgari ham AQSh bilan keskinlik kuchaygan davrlarda bo'g'ozni yopish bilan tahdid qilgan. Biroq hozirgacha u bu tahdidni amalda bajarmagan, chunki u qadam global salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ammo bu safar vaziyat jiddiyroq. Bo'g'ozni yopish haqidagi bayonotlar Isroil bilan urush avj olayotgan va AQSh tomonidan Eron yadro obyektlariga zarba berilgan bir paytda yangramoqda. Bu tahdid taktik emas, balki strategik keskinlik darajasidagi harakat sifatida talqin qilinmoqda. Tehron bu orqali energiya oqimini siyosiy bosim vositasi sifatida ishlatishga tayyor ekanini ko'rsatmoqda. Hormuz bo'g'ozining yopilishi hattoki vaqtincha bo'lsa ham xalqaro neft narxlariga zudlik bilan ta'sir ko'rsatadi. Bozorlar tahdidlarga sezgir, ammo real harakat global inqirozga sabab bo'lishi mumkin.
Vaziyatning qanday rivojlanishi, Eron va Isroil o'rtasidagi mojaroning borishi, Eronning AQSh zarbalariga javobi hamda diplomatik muzokaralarning paydo bo'lishiga bog'liq bo'ladi. Shunisi aniqki, agar Hormuz bo'g'ozi yopilsa, hattoki vaqtincha bo'lsa ham, bu butun dunyo miqyosida sezilarli oqibatlarga olib keladi. Xitoyda chivindek keladigan harbiy dron ishlab chiqildi. Xitoyda maxfiy harbiy operatsiyalar uchun chivin o'lchamidagi dron ishlab chiqildi. Bu haqda South China Morning Post xabar berdi. Dron Huanan provinsiyasidagi Milliy mudofaa texnologiyalari universiteti robototexnika laboratoriyasi tomonidan yaratilgan. U axborot razvedkasi va jang maydonidagi maxsus missiyalar uchun juda mos keladi. Harbiy qurilmada qo'nish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan soch tolasidek ingichka 3 ta oyoq bor. Bu turdagi dronlar ehtimol shahardagi janglarda, qidiruv-qutqaruv yoki elektron kuzatuvda qo'llanilishi mumkin. Dronlar parvozi sezilmasligi mumkin. Shu sababli yashirin urushda, josuslikda yoki taktik razvedkada muhim ahamiyatga ega. Uni smartfon orqali boshqarish mumkin bo'ladi. Damashqdagi cherkovda dahshatli terakt sodir etildi. 22-iyun kuni Suriya poytaxti Damashqning Duayla tumanidagi pravoslav cherkovida xudkush terrorist o'zini portlatib yubordi. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar berdi. Sky News Arabiyaning Damashqdagi muxbiri dastlab voqea oqibatida bir necha odam halok bo'lgani va yaralanganini xabar qildi. Reutersning guvohlarga tayanib yozishicha, xudkush terrorchi tergov ichida o'zini portlatgan. Davlatga qarashli Suriya TV telekanali mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligiga tayanib, voqea oqibatida 20 kishi halok bo'lgani, yana 52 kishi yaralanganini tasdiqladi. Suriya Ichki ishlar vazirligi keyinchalik aniqlik kiritib, teraktni amalga oshirgan shaxs tergovga kirib, avval o't ochgani, so'ng o'zini portlatgani ma'lum bo'ldi. U portlovchi moddalar solingan kamar taqqan bo'lgan. Sananing qayd etishicha, u IShID terroristik guruhi bilan aloqador bo'lishi mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.